Turmush baxt qidirib boradigan makon emas, balki borib baxt quradigan makon. Yigitlar, qizlar, turmush qurish arafasida bir narsani yaxshilab tushunib oling. Turmush bu baxtga to'la tayyor qutish emas. Unda tayyor baxt bo'lmaydi. Turmush xotin baxtni birgalikda barpo qiladigan makon. Baxt o'zi kimdandir qoladigan meros emas. Sizga sovg'a qilinadigan ulush emas yoki sepga qo'shib bozordan sotib olinadigan buyum emas. Baxt mehnat bilan topiladi. Sabr bilan, tag'oful bilan saqlanadi, sayqallanadi, kechirim va ko'z yumish bilan mustahkamlanadi. Baxt uchun inson nimadirdan voz kechadi, nimadirdan tikadi. Xarakterini yumshatadi, hislarini nazorat qiladi, men degan g'ururni bizga aylantiradi. Vaqtini, g'ayratini, asabini hamjihatlikka sarflaydi. Ba'zan tirizni tiyasiz. Ba'zan achchig'ingizni yutasiz, ba'zan sabr qilasiz, kechirasiz, isor qilasiz, ya'ni menga emas, unga bo'lsin deysiz. Oilaviy katta manfaatlar uchun ba'zi shaxsiy haqlardan voz kechasiz. Ana shu fidokorliklar bilan ishonch, hurmat, ehtirom, muhabbat paydo bo'ladi. Va mana shunda baxt bino bo'lgan bo'ladi. Baxt fidokorlikning samarasi hisoblanadi. Shunday ekan, turmushga tayyor baxt izlab emas, balki baxt qurishga tayyor bo'lib boring.